Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshi dam oldinglaringmi? Biz ham xudo xolasa mana endi syomkaga ketyapmiz. Buni hayot deydilar degan telenovelani ko'pchilik kuzatadi. O'shani yana yangi bir qismida Dilmurod degan akani obrazini ijro etar ekanmiz. Dilmurod degan yigitda. Aytishlaricha, ssenariy bo'yicha ijobiy rol ekan, bir mashinnigroq, aldam-qaldam, shantaj odam bo'ladi-ku. Shunaqa odam ekan. Harakat qilamiz endi o'ynab berishga qo'ldan kelgancha. Shamshod degan akani aldarkanmiz. Bir Shamshod akam bordi, o'zimning akam. Aka, qarang, bugun siz rektasiz, rekta. O'tgan safar Shavkat edi, bu safar Shamshod. Shu ssenariy yozadigan odam bilsa kerakda, men shu Shavkat degan, Shamshod degan tanishlarim borligini. Shunga to'g'rilab yozyapti. Bu safar kim bilsin, kimni yozadi. Charchamanglar, sog'omon bo'linglar. Duo qilib turinglar.